2019-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1 avtomobili 117 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalari top-toza ekan, bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Holati vobshe tinnuv mashinani olib haydashga polniy ходовой, Merz ходовой qilingan ekan. Balon holatlari zo'r, oldi orqa tinnuv sostayan edi. 3 ta silovlik shumizolyatsiyalar bo'lgan, bez kulchoylari bor, 108 atmosferniy motor, Malibu 2 rul taqilgan, Malibu 2 bar. Salon holatlari zo'r, mana bu koja holatlarini, oq bo'lgan joylarini qora ham qildirishgan. 117 ming yurgan, lekin aytganimdek hamma xarajatlar qilingan ekan. Bir qo'l avtosalondan olib haydalgan mashina, 4-pakeleni gazli qo'yilgan mashinaga, tagiga tabletka qilib qo'yilgan. Eng yaxshisidan qo'ydirganman deb aytishdi. Holati zo'r, sostenance tinnu, olib haydashga bemalol kraska probek tekshirib olsanglar bo'ladi. Hamma xarajat qilib qo'yilgan ekan. Biz umuman sizlarga 11250 ga berib o'ramiz, bosib olinglar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1 atmosferniy motor bilan jihozlangan, bosinglar.